harakatda barakat degan gap ham o'zi bekorga chiqmagan o'zi. Avvalo bu qilingan harakatni, barakatini bu birinchi bo'lib miya ko'rar ekanda. Miya ashi harakatdagi barakatni ko'rib, odamning fikrlarini o'zgartirar ekan, xolos. Keyin yashovdagi barakat ham kelar ekan. Ibodatdagi barakatlar keladi inshaalloh. Shunaqa. Biz bu orqaga olib ketayotganimiz sababchisi, bu yagona sababchilardan bittasi. Masalan, top 3 ta sabab bo'lsa, birinchisi bu ashi o'zimizni tanamizni haqida g'am ko'rmaganligimizdan va tanamizni qiynamaganligimizdan, uni rivojlantirmaganimizdan kelib chiqar ekan. Hozir mana boya aytganimdek, jilaniya bor, dihaniya bor, lekin oyoq og'riqlari,